Koreya xalqi kimsan davlat rahbari prezidentini o'z lavozimidan ozod etayotgan bir paytda biznikilar bir bo'lib oddiy bir Xitoy xalqini o'z yurtidan quva olmaydi. Endi savol tug'iladi: Xitoyning O'zbekistonga kirib kelishi bizga foyda yoki zarar? Xitoylar O'zbekistonga kirib kelmagunga qadar o'zimiznikidan or qilib Xitoy ishlab chiqargan mashinalarda mazza qilib maqtab ko'pirtirib minayotgandik. Xitoydan kelgan mahsulotlarda kiyim-kechaklarda vajjala sifati zo'r deb baribir deb kiyayotgandingiz. Qatga qaramay Xitoyli yozuvlar ko'payib ketdi. Xitoylar bizni bosib oladi, boshimizga Uyg'urlarni kunini soladi deb jar solayotganlar. Bunday o'zingizga bir boqingda. Minib yurgan mashinangizda Xitoycha yozuv, ust-boshingiz Xitoycha, Xitoydan kelgan apparatlar, stanoklar baribir Xitoydagi zo'rdek ko'p yilgacha deydi. O'zimizniki bo'lsa bitta yusing ado bo'ladi. Kili chiqib ketadi. Xitoydagi bo'lsa vashchi zo'r gap yo'q, sifat, komfort. Xitoyliklar ishlab chiqargan, tayyorlagan narsalarni og'zimizni ko'pirtirib ishlatar ekanmiz-da, lekin ularni o'zlari yurtimizga tashib yursak hech kimga yoqmas ekan. Rossiyada, Koreyada, hatto Amerikada o'zbeklarimiz o'zbekcha yozuvlarda katta-katta oshxona, kafelar ochyapti, lekin hech kim ishlaydigan yo'q.